Hozir ispitaniya laboratoriya onamiz tomoniga o'tdim. Bitta ballonni hozir mana Damas'dan yetishdi. Biz nimaga ispitaniya laboratoriya qilinglar deb targ'ibot ishlarini olib boramiz. Mana hozir shuni ballonni ochib, ichidan chiqayotgan axlatni sizlarga ko'rsatish maqsadida ushbu videoni tayyorlayapmiz. Ballonimiz mana maxsus moslamaga qatirildi. Hozir buni ichidan chiqayotgan musorni ko'ramiz. Mana qarang. Oydot. Mana sizlarga kerakmi shu? Ko'rishlaring mumkin. Ispitaniya laboratoriyada shu ballonning ichidan chiqqan yog'ni to'kib, ichini suv bilan, polniy napor bilan yuvib toza qilib beriladi. Undan keyin ballonda portlash, zirvlar hech qachon kuzatilmaydi. Hamisha shu narsaga e'tiborli bo'lishni so'raymiz. Salomat bo'lasizlar.